Do'stlar, assalomu alaykum hammaga. Hammalaringiz sog' salomatmisizlar? Bobojon o'z kanalida bugun yana bitta final. Mana singlimiz Oqfatada o'z tenglarini topdi. To'y bo'lyapti. Qani bitta gapiraylik qani? Assalomu alaykum hammaga. Hammaga katta rahmat. O'z tengimni Bobojon o'zida topdim. Bugun eng quvonchli kun. Hammaga katta rahmat. Bobojon akamga ham umrlar uzoq bo'lsin. Oqil bas kiyish orzum bor-da. Orzumga yetdi. Azizlar, agar siz Rossiya Federatsiyasida bo'lsangiz, Play Market yoki App Store'dan Tezpay ilovamizni yuklab olib, yaqinlaringizni Uzkartiga, Humo kartasiga, gaz suv svetlariga, telefonlariga, internet provayderlarga eng zo'r kursda pul yuborishingiz mumkin. Play Market yoki App Store'ga kirib yuklab oling va yaqinlaringizni Tezpay bilan birgalikda quvontiring. Gap yo'q. Do'stlar, video olishga qiynalyapman. Xullas, qolganini kechqurun večerda ko'ramiz video davomida. Assalomu alaykum hammaga. Azizlar, Bobojon o'z kanalida final. Do'stlar, opamizni videoga chiqargan edik. Ko'ryapsizlar, bitta oyog'i yo'q. Qiynalib yuribdi. Endi siz bundan keyin birovga osilishingizni men xohlamayman. Lekin va alaykum assalom. Buni mana bu yerda pistoleti bor, lekin bu muzda ham yuradi. Boshqa joyga ishlatmaysizda. Birov yomon gapirsa tiqib olmang tag'in, maylimi? Eng zo'r sifatlisi yengildan mana sizga olib keldim. Oling qani? Rahmat, katta rahmat. Yiqilib tushasiz. Yaxshilab o'tira oling. Ushlab oldingizmi? Keling mana bu yerga. Keling. Keling. Siz qayerga qochib ketyapsiz? Keling bu yerga. Keling. Akalarim, opalarim, hammalaringizga kattakon rahmat. Bugun o'zimizcha final qilyapmiz. Bu kishini oyoqlari yo'q, bir oyog'i 15 yil oldin oyog'i avariya tufayli olingan ekan. Turmush o'rtog'ida 8 yil bo'lgan ekan ajrashganiga, boshida otasi yo'q ekan, vafot etgan ekan. Bir onasi bilan turar ekan. Onasi ham insult kasali ekan. Ehsonni joyida bilasizlarmi? Bobojon o'z kanaliga 10 litr yo'q, bir 2 xalta un olib bering degan edilar. Qo'limizdan kelguncha birinchi biz hasad oyoqqa chopdik. Sababi bu kishi ana u opaga osilib yurgan ekanlar. Shu sabab hasad oyoqni oldikda, keyin qo'limizdan kelguncha agar kam demasalaringiz, qo'limizdan kelguncha mana 20 litr yo'q, mana un, kartoshka, piyoz, mosh, guruch, navot o'zlariga mana nima aytgan bo'lsa, mana shu aytganlarini olib berishga harakat qildik. Sal bearon yurib kelib, endi salomlashib o'zlaringiz bitta fikrlaringizni aytib o'tinglar. Assalomu alaykum. Bobojon o'z kanaliga minnatdorman. Mana shuncha narsa qaror olib beribdilar. Ancha paytda yetarli, 1-2 oy yetadi. Men bundan minnatdorman, rahmat aytaman Bobojon o'z kanaliga. Shuna yordam bergan insonlarga katta rahmat aytaman. Rahmat. Endi yoningizdagi o'tirgan opa sal yaqinlashaylik. Opa, o'zingizdan bitta salomlashib fikringizni ayting. O'z kanalining hurmatli va aziz ashaddiy muxlislari, yaxshimisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Barchamizga ayyom muborak bo'lsin azizlar. Mana bu singilchamizni olib kelgan edik Bobojon o'z kanaliga. Murojaat qildi, mana o'zini murojaatini yetkazdi Bobojon akaga. Bobojon aka qo'ldan kelguncha ziyoti bilan shuncha mana narsa qilib berdi. Bizlar 2 xalta un, 10 litr yog' so'ragan edik. Ana 4 ta yog', o'zi 4 xalta un yetkazdi bizlarga ortiqchasi bilan. Bizlar Bobojon o'z kanalidan minnatdormiz. Ilohim baraka topsin. Mana shu bizga barcha ehson qilgan odamlarga baraka topsin ilohim. Ro'zg'ori tinch bo'lsin, osoyishta bo'lsin, umri uzun, rizqi butun bo'lsin ilohim. Topgan chiqqan to'ylarga buyursin, yaxshi kunlarga buyursin ilohim. Hamisha Allohim iymonidan mustahkam qilib qo'ysin hammasini. Akalarim, ukalarim, opa-singillarim, barcha azizlarim, sizlarga kattakon rahmat. Amin. Allohu akbar. Do'stlar, bu opamizni o'zi ham imkoniyati cheklangan, ko'z bo'yicha nechinchi guruh nogironisiz? 2-guruh nogironi. Bir odamni tiniq yaqin ko'ra olmaydi, kunduzi yurishga harakat qilasiz, lekin kechki vaqt yura olmaydi bu kishi ham.
Bu kishiga mana shu iltimos qilganlariga qo'limizdan kelguncha mana yordam berdik. Bu kimgadir o'rnak, kimgadir bir ibrat ma'nosida video olyapmiz. Hech kim bir noto'g'ri tushunmasin. Chunki Bobojon o'z kanali o'sha imkoniyati cheklangan nogiron qizlarning turmushga chiqishiga, imkoniyati cheklangan nogiron aka-ukalarimizni uylanishiga hamda mana shunday qiynalgan insonlarga auditoriyani kuchi yetguncha, qo'limizdan kelguncha yordam beramiz. Qo'limizdan kelmaganiga uzr so'raymiz. Endi bu insonlar shu 10 litr yog' bilan bir 2 xalta un olib bering degan edilar. Mana yoniga qo'shimcha mana bir karobka navot qilib, yoniga 5 karobka tuxum oldik. Unini ham zapas qildik. Qo'limizdan kelguncha mana shu mahsulotlarni mana salofanda shakar bor, mosh bor, guruch bor. Xullas bor yetarli narsalarni olib berdik. Shunga ham 2 milliondan oshiq mablag' ketdi. Xullas do'stlar, keyingi efirda ko'rishguncha sizlar bilan xayrlashamiz. Siz minnatdormisiz? Minnatdorman. Kattakon rahmat aytaman. Hasatoy qanday ekan? Yaxshi, rahmat. Endi birovga qoldi ber demaysiz, o'zingiz yuraverasiz. Ha, endi o'zim yuraman. Qo'ling ber, yordam ber demayman. Shu. Sog' bo'ling. Minnatdorman. Rahmat sizlarga. Hammaga rahmat. Minnatdorman. Katta rahmat.